bugun xudo xohlasa juma kuni ayolimga narsa hadya qilmoqchiman. Chiqsin. Qulfladingmi eshikni? Вот ключи. Sumka. Da, storiesga narsa e'tibor qiling. Qara, senga bitta narsam bor-da. O'zi kamyobligingni bilardim. Faqat erkalanib ketma. Shu bir haftada cho'ta noyobligingni his qildim. Sen bilan faxrlanaman, bilasanmi? O'zi har bitta podkastimni o'ziga yarasha hikmati bor-da, onasi. Mana shu oxirgi bergan podkastimdan keyin sen tasavvur qila olmaysan, onlayn darslarimga oldimga nechta ota-onalar farzandini olib keldi. Смело можете открывать школу, да? Mujik degan shkola ochsam bo'lar ekan. Demak, tarbiya bergan otangga rahmat. Bu safar faqat rahmatni o'zini kam hisobladim-da, adangga bitta hadya oldim. Qanaqa hadya oldim? Mashina. За что? Mashina? Серьезно? Ota-ona to'g'risida hazillashib bo'lmaydi. Ростом. Yur birga berib kelamiz. Rostdan? Yur birga berib kelamiz. Ростом. Rostdan? Qarshi emasmiz kontent olishimga. Endi qarab qo'ying. Yaxshi bo'ladi. Tarbiyaviy kontent bo'ladi. Sog'ligingiz yaxshimi? Men Latipovga bergan intervyuimda o'zimga o'zim sovchi bo'lib kelganman deganman. Esingizlarmi, o'zingizdan so'raganman. Hech qanday ayolni aralashtirmasdan. Mana bironta so'z qo'ymaganman. Bitta yaxshi ko'rganimni borib to'g'ri onasidan so'rab, adasidan so'rab, ikkalovi bilan o'zbekcha restoraniga pastga taklif qilib, gaplashib o'zimga o'zim sovchi bo'lganman. O'shanda qaynatam so'ragandilar. Nima uchun yuzingizdagilarni olib kelmadingiz deganda, yo'q siz o'zimni yo'q. Ular bilmasdi. Ko'ngli og'rimasin. Chunki men ular uchun ideal insonman. Agar hozir menga yo'q desiz, ularni ko'ngli og'riydi. Menga yo'q deb qo'ying deganimda, kelaversin degan. Qizingizni baxtli qilaman. Shu pozitsiyamda xudo xohlasa oxirgi nafasimgacha qolaman-da. Men o'zi otalarga juda hurmatim cheksiz. Otamni eslatib turasiz menga. Alloh zo'r qiz tarbiyalagansiz. Ancha dan beri niyat qilib yuraman, hozir qizlarimni tarbiyasini qo'lingizga olgansizku. Juda zo'r tarbiyaladingiz. Davomiy bo'lsin. Yaxshi niyatda sizga bitta hadya oldim-da. Nimaga? Mana shu hadyani xudo xohlasa mana shu mashinani yaxshi kunlarga hadya bering. Ya, jo'q g'alati. Zo'r. Davomiy bo'lsin. Otalarni hurmati cheksiz. doim Rahmat. Duo qilib tursangiz bo'ldi. albatta duoyimiz sizlar bilan. Sizlar baxtli bo'lsanglar, sizlar sog' bo'lsanglar, sizga o'sha juda katta yutuq. Ilohim bolalaringizga bosh bo'ling. Ilohim doim el yurt hurmatida bo'ling, aziz bo'ling. Ilohim bizdan qo'sha qaranglar, ijtimoiy bo'linglar. Qizlaringlar doim kelajak farzandni orzu havasini ko'ringlar. Bosh bo'ling. Qani? Rahmat. Muborak bo'lsin. O'yin bilan maza qiladi. Yarashmading. Yaxshi kunlaringizga buyursin.